Opa xafa bo'lmaysizlarmi? Seni bugun o'ta kuchli san'atkor taklif qilishgan. Kerakdan ancha kuchli. 100%. Ovoz, diapazon. Umuman tepalanib oladi. Muxlislar, wow, hozir e'lon qilishimiz bilan hali ko'rpa yopayotganlar shu ko'rpani o'tirib ekranga uxlayotganlar. Azizlar, bugun e'lon Kimni bo'ylayapsiz? Kimni bo'ylayapsiz? Bilmasam, lekin men Tayyormi? Keldilarmi? Qadrli tomoshabin do'stlar, boshqacha e'lon qiling. Boshqa aqralar ham kirishyapti. Hozir bo'yayotgan ekanlar, grimer ekanlar. ayol kishimi? Voy, jahlanadilar, voy baya. Demak. Ko'ramiz. Qaysi kamera? Qaysi kameraga? Shuncha ayolni Qaysi biriga? Mana shunga. Demak, qo'rqib ketmaysizlarmi? Yo'q. Bo'ldi. Xursand bo'lamiz. Azizlar, bugun dasturimiz mehmoni Zo'r TVda eksklyuziv jonli ijro qirolichasi. Juda ko'p sozandalar bilan birga kelishni niyat qilib, lekin bir o'zlari keldilar. Bu ijodkor bizning qadrdon hamkasbimiz estrada yulduzi Umidaxon Mirxabidova. Marhamat Jalila. Nima ladies, nima bo'ldi? To'g'risi, bugun Umid aka jahli chiqmasa, biz buni Botir aka bilan kelishib oldik. Nimani kelishib? Chiqing. Keling. Har doim o'tirasizmi mezbon bo'lib? Chiqing, mezbon bo'lasiz. 4 oy bo'ldi, 5 oy bo'ldimi? Voy, rostdan aytyapsizlar sizlar hozir. Turing, opa ish bor. Turing, to'xta, boshqatdan e'lon qilamiz. O'tirib tursam bo'ladimi? Bir mehmon bo'ling siz ham. Voy, to'xta, meni o'rnimga tayyorladilar misallar hozir. Yo'q. Kirib bering, bir marta. Yo'q, rostdan hazillashmayapsizlar. Voy, men qanaqa aytaman hozir? Bo'ling. E'lon qilamiz. Azizlar. Hozir e'lon qilamiz. Aziz tomoshabin do'stlar, Zo'r TVda yangi uchlik. Demak, biz bugundan boshlab yangi boshlovchi Fotiha Begim. Hali shunaqami? Endi mendan ko'rasanlar. Ko'rasanlar. Qanaqasiz siz? Tarjanga. Demak, Endi sizlarga ko'rsatib qo'yaman, shoshmay Bo'ldi. Endi ko'rsating hammaga zo'rini. Qarang. Birinchi qo'shiq